Hammaga assalomu alaykum. Bog'dorchilik o'z kanalining Ashad devomlachilari. Hozir biz 24-may sanasida turibmiz. Ya'ni bu paytda ko'chat eksa bo'ladimi, yo'qmi degan muxlislarimizga mana diqqat bilan e'tibor berasizlar. Bir joyga ko'chat olib keldik. Mana anjir ko'chat ekib beramiz, tayyor holatda, tuvelada turibdi va o'zini hosillari bilan. Maniki 4 ta ko'chat zakaz qilishgan ekan. Xullas, bog'dorchilik sohasi kundan kunga rivojlanyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar pastdagi nomerlarga. Ko'chatlarimiz bor yetarlicha, gilos deysizmi, anjir deysizmi va boshqa turdagi ko'chatlar deysizmi, hammasidan bor. Tayyor to'y holatda, mavsum tanlamaydi. Ko'karib ketishiga ham 100% garantiya beriladi. Ya'ni o'zi to'yda bo'lgan hisobiga mavsum tanlamaydi. Ya'ni mayda hozir ko'chat ekish iloji yo'q, bilasizlar. Lekin biza mana shu xizmatni ko'rsatib beramiz. O'zlari chiroyli bog' qilishgan ekan. Xo'p, tomchilatib sug'orish qilingan, bog'da obzorga beramiz. Tomchilatib sug'orish qilingan, o't chiqmasligi uchun maxsus plyonka ham tortilgan, ya'ni havo o'tkazadigan plyonka. Bog'ning holati yaxshi. Bunday ko'rsatsa chiroyli holatda. Ko'chatlarimizni ko'rsataman. Holati hosili bilan olib borib ekib beramiz. Hozircha bu xizmatimiz Toshkent shahri, Toshkent viloyatida ham kamroq, Toshkent shahrida asosiy amal qilyapti. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mana hosillari bilan. Qisqa videomiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat. Bog'dorchilik o'z kanalini kuzatishda davom etinglar. Hozir ko'chat ekmoqchi bo'lib, ko'chat qidirib yurgan yoki eksa bo'ladimi, yo'qmi deb o'ylab yurgan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'yasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.